Yangi uyga ko'chganimizda 4-kuni. Bugun meni bitta kichkina orzuimni amalga oshiramiz. Uborka va nihoyat balkonimga yetib keldi. Meni yoshligimdan orzuim uyim bo'lsa, kinolardagi balkonim bo'lishi. Uy balkonda stol qo'yib, mazza qilib o'tirish bo'lgan. Uyimizni olganda ham birinchi shu balkonga qaragandim. Kirib, birinchi ko'p ishlatilmaydigan narsalarni korobkaga solib, shkafga joylab qo'ydim. Samakatlar va boshqa keraksiz narsalarni olib chiqib, joyini kengaytirdim. Shotkalar ham chang bo'lib ketibdi. Ularni tozalab, oynalarni ham shu orada tozalab oldim. Bugun havo ham shunaqa salqin bo'lib berdi. Necha kundan beri yondiradigan issiq edi. Stol olib kirishga tayyorlab, pilsosga pollarni ham yaxshilab artib oldim. Hamma yoq top-toza bo'ldi. Nihoyat stollarimni olib kirib joylashtirdim. Bularni eski uyimizdan olib kelgandik, mos tushdi. Endi mazza qilib salqin havoda mo'milki marojinlarni yeb, o'zimni sevgan serialimni 88-marta ko'rib o'tirsam ham bo'ladi. Bu marojinlar sizlar yeb ko'rmasanglar bo'lmaydi. Bizga oilaviy, hammamizga yoqdi. Endi faqat shu mo'milkidan yeyamiz. Har xil ta'mligi borligi bizga juda ham yoqdi. Mana kichkina orzum ham amalga oshdi. Mendan baxtli odam yo'q endi. Orelada menga o'xshab shu doramani qayta ko'radiganlar bormi?